Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Sayram ko'li atrofida 2500 yillik qiyo tosh sizmalari bayqaldi. Yaqinda Sharq Turkistondagi Sayram ko'lining shimoliy qirg'og'ida yangidan qiyo tosh sizmalari bayqalgan bo'lib, 2500 yillik tarixga ega ekanligi ilgari surilgan. Xitoy taratqullarining aloqador xabarida ma'lum bo'lishicha, bu qiyo tosh sizmalari to'pi Sayram ko'lining shimoliy qirg'og'idagi yonto'liqi 90 gradusga yaqin tik qiyoga joylashgan. Ikki o'rindagi qiyo toshlarda odamlar, hayvonlar va ovlashni o'z ichiga olgan 30 sizma tepilgan. Xitoy arxeologlar bu sizmalarda taxminan 2500 yil ilgari ishlab chiqarish va hayot ko'rinishlari ko'rsatilganligini, tog' tekisi arqar qatorliq hayvonlarning sizmalari Sayram ko'li rayonining necha ming yil ilgari munbat o'tliq ekanligini ko'rsatib beradiganligini bildirishgan. Xabarda Xitoyning 2023-yil 11-oyda Sharq Turkistonda 4-qatimliq madaniyat yodigarliklari tekshirish xizmatini boshlaganligi, hozirga qadar 976 yangi madaniyat yodigarliklari bayqalganligi tilga ilingan va Xitoyning bu harakatlaridagi haqiqiy maqsadiga ishora qilinib, bir qator muhim yangi arxeologiyalik bayqashlarning Xitoy madaniyati va atalmish Junxo millatining tarixdan buyon ko'p xillashgan, bir gavdalashgan qurilmasini isbotlaganligi da'vo qilingan. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy izchil tariqada davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda Sharq Turkistonning Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmilab o'zgartib tashviq qilmoqda. Avstraliya shirkati Xitoyning irqiy qirg'inchilik sayohatiga moslashib G'uljida mehmonxona qurdi. Yaqinqi yillarda bir qism xalqaro mehmonxonalar Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik sayohatiga sherik bo'lish bilan inson haqlari tashkilotlari faoliyatchilari tomonidan ayblanayotgan bo'lsa-mu, bir qism zanjirsimon mehmonxonalar yana bu jinoyatga sherik bo'lmoqda. Avstraliyaning Argil mehmonxona guruhi yaqinda G'uljida yangi mehmonxona qurish to'xtami imzolagan. Yangi mehmonxona Kunas noyasiga joylashgan bo'lib, umumiy qurilish ko'lami 5640 kvadrat metrga yetadi ekan. Mazkur hashamatlik mehmonxona 2026-yil 6-oyda ochiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, dunyodagi oldingi 50 mehmonxona guruhining biri bo'lgan Argil mehmonxona guruhining butun dunyodagi 200 shaharda 220 dan ko'p mehmonxonasi bor ekan. Mazkur guruh 2002-yil Avstraliyada qurilgan bo'lib, shirkatning qurg'uvchisi Jiang Liming ismli bir Xitoy ekan. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquqi qurilishi bu yil 17-aprel yangi dokument e'lon qilib, xalqaro jamiyatning chaqiriqlari va ogohlantirishlariga qaramay 189 xalqaro mehmonxonaning Sharq Turkistonda tijorat qilayotganligini yoki tijorat qilishni planlaganligini oshkorlagan edi. Va mazkur mehmonxonalarning hammasining xalqaro inson haqlari o'lchamlarini qabul qilish haqidagi va'dasiga asosan Sharq Turkistondagi tijoratini kengaytirish planlarini to'g'nitishi, faoliyatlarini to'xtatishi va tijorat aloqalarini uzishi kerakligi talab qilingan edi. Amerika Moliya ministri kelishim uchun Trump bilan Shining bevosita ko'rishishi kerakligini bildirdi. Amerika Moliya ministri Scott Bessent Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo suhbatining bir izda to'xtab qolayotganligini, to'liq kelishim hosil qilish uchun Trump bilan Shi Jinpingning bevosita uchrashishi kerakligini ta'kidladi. Amerika Xitoy vakillari o'maki 10-may Janva shahrida ma'lum jihatdan kelishim hosil qilib, oradan 3 haftaga yaqin vaqt o'tgandan keyin Amerika Moliya ministri Scott Bessent Fox televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda yuqorqi so'zlarni qildi. U navbatda ilgirlashning osti bo'layotganligini, ammo keyingi bir necha hafta ichida texmo ko'p suhbatning ro'yobga chiqishi mumkinligini bildirdi. Scott Bessent suhbatning cho'ng kichikligi va murakkabligini ko'zda tutganda, bu har ikki rahbarning o'zaro fikrlashishini talab qiladi. U ikkisining munosabati yaxshi. Agar prezident Trump o'zining yaxshi ta'rifini ko'rsatsa, Xitoy suhbat ustiliga keladi, dedi. Amerika sudi Trumpning tamojni beji yo'lga qo'yishini to'sib qo'ydi. Amerikadagi bir sud mahkamasining 3 sudkidan tarkib topgan bir hay'ati Prezident Donald Trumpning tamojni bejini yo'lga qo'yishining aqlga muvofiq bo'lmaganligi uchun emas, balki federatsiya qonuni buningga yo'l qo'ymaganligi uchun to'xtatilganligini bildirdi.
Manhattan'ga joylashgan Xalqaro savdo sud mahkamasi Amerika asosiy qonunining boshqa davlatlar bilan bo'lgan savdoni tengshash huquqini faqat parlament qilib berganligini va bu huquqning prezidentning Amerika iqtisodini qo'g'dash maqsadidagi jiddiy holat huquqlari bilan bekor qilinmaydiganligini bildirgan. 3 sudchidan tarkib topgan hay'at chorshanba kuni chiqargan hukmida sud mahkamasi prezidentning tamojni bejinib bir peshon sifatida ishiltishining aqlga muvofiq yoki unumli ekanligiga baho bermaydi. Buni yo'lga qo'yish aqlga muvofiq yoki unumli bo'lmaganligi uchun emas, balki federatsiya qonuni bunda qilishga yo'l qo'ymaganligi uchun qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Trump hukumati qaror e'lon qilinibla darhol norozilik arzi sungan. Bildirilishicha, bu haqdagi norozilik arzining birisini Erkinlik adolat markazi tamojni beji nishon qilgan davlatlardan mal import qiladigan 5 kichik Amerika shirkatiga vakolatan, yana birisini bo'lsa 13 Amerika shtati birlikda sungan. Trump xalqaro jiddiy iqtisodiy huquq qonuni doirasida keng huquqqa ega ekanligini ilgari surib, bu qonunning davlat jiddiy ahvolga duch kelganda odatdan tashqari va favqulodda tahdidlarga taqobil turish uchun loyihalanganligini eskartib o'tgan. Adliya ministrligi da'volarning rad qilinishi kerakligini, chunki da'vogarlarning texi to'lamagan tamojni bejidan ziyon tortmaganligini va prezidentning bu qonunga asosan e'lon qilgan davlatlik jiddiy holatiga faqat parlamentning savol qo'ya oladiganligini ilgari surgan. Rossiya Istanbul tinchlik suhbati uchun Ukrainaning tasdiqini kutmoqda. Rossiya Istanbul tinchlik suhbati uchun Ukrainaning tasdiqini kutayotganligini, Ukraina tinchlik shartlarini allburun sunganligini va Moskva harbiy hujumini kuchaytirayotgan bo'lg'achqa suhbatni kechiktirayotganligini ilgari surmoqda. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Ukrainaning yig'iniga qatnashishdan burun Moskvadan tinchlik shartlarini avatishini talab qilishidan keyin Rossiya Ukrainaning dushanba kuni Istanbulda o'tkaziladigan yangi suhbatga qatnashish va'dasini hozirgacha kutayotganligini bildirgan. 3 yildan buyon davomlashayotgan to'qinishni oxirlashtirish yo'lidagi diplomatik tirishchiliklar yaqinqi oylarda kuchayayotgan bo'lsa-mu, Rossiya Ukrainani kuchab bombardimon qilishni davomlashtirmoqda va darhol urush to'xtatish chaqiriqlarini qayta rad qilmoqda. Xabarda qayd qilinishicha, Moskva 2-iyun Istanbulda Ukraina bilan ikkinchi qatimliq bevosita suhbat o'tkazishni taklif qilib, uzun muddatlik tinchlik kelishimi uchun o'z shartlarini o'z ichiga olgan bir taklif loyihasini sundiganligini bildirgan. Ukraina yig'inning faqat taklif loyihasining bir nusxasini oldin ko'rgandala natija beradiganligini aytgan. Ammo Rossiya bu taklifni rad qilgan. Ukraina tinchlik kelishimiga munosabatlik o'z qarashlarini Rossiyaga allburun sunganligini va Moskvadan o'xshash ishni qilishni talab qilganligini bildirgan. Undan boshqa Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an Istanbulda o'tkazilishi kutilayotgan ikkinchi navbatlik suhbatdan ilgari Rossiya bilan Ukrainani dialog ishigini taqamaslikka chaqirgan. 16-may Istanbulda ro'yobga chiqqan va 3 yildan ortiq davomlashgan to'qinishni oxirlashtirish uchun o'tkazilgan tunji bevosita suhbat faqatla asr almashtirish va aloqani davomlashtirish va'dalari bilan oxirlashgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.